Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va biz muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli barakotli bo'lsin. Bugun hafta kuniga seshanba 3-fevral Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devota Tekstildo'nidan o'zimizning xonadondan hurmatli obunachilar, ikkita bolali egizak qo'yimiz kelgan. O'ta ham noyob, o'ta ham yegan toza hisorisi mana. Bolalari ikkovi ham qo'chqor, kecha-kechki payt tug'ilgan. Bo'lgan bo'lsa 10 soat bo'ldi tug'ilganiga. Xo'p, yedi ishda sog'liklariga bir hafta garantiyalar bor. Qo'yimizni ko'ryapsiz. Nihoyatda katta qo'y. Tevasida kelib ko'rishni olish tavsiya qilaman, chunki qo'y yonidan ko'rsangiz juda ham sezilarli darajada katta. Bo'ylari 90 sm, o'zi metrdan bilsalar ham bo'ladi. Ancha-muncha qo'chqor ham chiqmaydi 90 sm. Bo'ylari 90, oyog'ida baquvvatlilarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Ikkovi ham qo'chqorcha mana. Hali mana 24 soatlik bo'lgan ham yo'q o'zilar. Sotuvga chiqaryapmiz. Xudo xolasa qiziqqan qoldilar bo'lsa past raqamdan qoldiramiz. Narxini 1,5 ming dollar deyapmiz. Kami bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar kelishilgan holatda vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beramiz. To'g'risi pulidan o'tib ham beramiz. Kelishadigan joyi bor akalar mana. 1500 dollar. Mana tishlari ham. 6 yashar, 3-bolalari. Yaylovda dalada yurgan qo'y bular. Hali yem ko'rmagan. Yem yesa bu qo'yning bo'yi 1 metrga yaqin bo'lib ketadi. Bo'yiga ham cho'ziladi, yem yesa bunday qo'shiladi. Eniga ham oladi qo'y. O'zi dalada yem yemagan qo'y ham o'zi oladigan, o'ziga olaverar ekan. Mana qo'yni ko'ryapsizlar, et boshi ham yaxshi. 1,5 ming dollar O'zbekiston bo'ylab dastavkalar kelishilgan holatda vodiy bo'ylab Toshkentgacha bor. Yedi ish sog'liklariga, bolalar o'zinikiligiga 100% garantiya. Do'stlar, shunday videolarimiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.